Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Jaguar kombaynda detali kelgan, pachiniy posadkasi ketib qolibdi. Ketib qolganini qaytarib topib beringlar degdi. Naplavkasini qilib sentriskator bilan sentriga kirishga harakat qilyapmiz. Mana nihoyat kirib oldik ham shekilli, mana 1 sotkani atrofida uryapti. Bu detalga menimcha bo'laveradi deb ko'raverdik. İçini to'liq svarka qilamiz desak, pul avtomatda egasi unamadi. Mijozimiz oldingi safar qildirganimda boshqa detalimi to'liq quyilganda uzilib ketadigan bo'lib qoluvdi. Shunga dedi, palasa qilib beraveringlar. Pachiniy dushab tursa bo'ldi, aylanib ketmasa bo'ldi degani uchun mijozni gapi qonun deb shil beryapmiz. Lekin bizga bo'shilish yoqmadi. Rastasnovka olibgan ancha qiynavardi. Inson shtangillardan biz ham foydalanyapmiz. To'lqinbek Tursunaliyev maqtagandan keyin bizga ham yoqdi. Palasa qilib qo'yishdi. Kamchilik tomoni to'g'ri joyini ushlab olish kerak o'lchayotganda. Keyin u yoqqa tortsak 9, bu yoqqa tortsak 0 bo'lib chiqib ko'p aldadi ama. Lekin shtangildan ko'nglimiz to'ldi. Instrument yaxshi ekan. Pachimligini qoqaman deb qo'limni qoqib olishimga ozgina qoldi. Xudo saqladi. Eskilar aytgandek, temirchini ming urgani davomida ko'ramiz. Bozg'onchini bir urgani deb qattiqqina qilib qoqib qo'ydik. Xudo xolasa yana chiroyli ishlab bersa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.